Shu yilning 8-may sanasidan boshlab Mortal Kombat 2 filmi dunyo yuzini ko'rdi. Birinchi filmdan farqli ravishda biz bu safar haqiqiy Mortal Kombat turnirini guvohi bo'ldik. Oldingi filmdagi qahramonlar yana asosiy e'tiborda va Yer olami jamoasi uchun afsonaviy Johnny Cage qo'shildi. Yer olami jamoasi esa tashqi olam chempionlari tomonidan allaqachon 9 marta yengilishgan. Tashqi olam imperatori Shao Kahn esa 10-turnirda g'alaba qozonish maqsadida firib ishlatib, o'zini o'lmas qilish uchun Shinnokning tumoridan foydalanmoqchi. Ushbu videoda Mortal Kombat 2dagi barcha muhim va balki sizlar payqamagan detallarni ko'rib, filmni to'liq tahlil qilamiz. Albatta, videoni boshlashdan oldin ushbu videoga like bosishinglarni so'rab qolardim. Oxirgi chiqargan videolarimni prosmotrlari, ya'ni ko'rishlar soni ancha ko'payib qolgan bo'lsa ham, lekin likelar soni juda kam. Obunachilar sonini aytmasa ham bo'ladi. Videolarni 97% odam obuna bo'lmasdan kuzatishyapti. Shu sababdan ushbu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishinglarni so'rab qolardim. Bu kanalni rivojlanib, yanada sifatliroq videolar chiqarishiga juda katta yordam beradi. Bu film ham oldingisiga o'xshagan holda flashback bilan boshlanadi. Lekin endi Edenia olamini ko'rsatishadi. Oldingi videomda aytganimdek, Mortal Kombat koinotida 6 ta asosiy realms, ya'ni olamlar bor. Yer olami insoniyat hayot kechiradigan olam. Bu yerda ilm-fan va jang san'atlari rivojlangan. Yerni Raiden, Liu Kang va boshqa mashhur chempionlar himoya qiladi. Tashqi olam juda katta va sehrli. Uni Shao Kahn kabi kuchli imperatorlar boshqaradi. Bu olam ming yil davomida boshqa kuchsiz olamlarni bosib olgan va filmdagi keyingi o'ljasi bu yer olami hisoblanadi. Navbatdagi olam bu Netherrealm. Mortal Kombatdagi jahannamga o'xshash olam. Qorong'u, olovli va dahshatli joy bo'lib, la'natlangan ruhlar shu yerda yashashadi. Oldinlari uni qulagan qadimiy xudo Shinnok boshqargan. Edenia olami esa Netherrealmdan farqli ravishda juda go'zal, tinch va osmoni musaffo. Bu yer aholisi uzoq umr ko'radi. Sindel, Kitana va Jade shu olamdan. Lekin Edenia ming yil davomida tashqi olam tomonidan bosib olingan. Yana bir olamlardan bittasi bu Order Realm. Boshqa nomi Seido. Bu yerda qonun va tartib asosida yashalib, hamma qoidalarga bo'ysunilishi shart. Xatar kabi jangchilar shu yerdan hisoblanadi. 6-olam esa Chaos Realm. Order Realmni to'liq teskarisi. Bu olam tartibsizlik, o'zgarish va anarxiya bilan yashaydi va o'zini Havik nomli chempioniga ega. Filmga qaytadigan bo'lsa, Edenia olamining hukmdori qirol Jared. U qirolicha Sindel va malika Kitanani otasi hisoblanadi. Film boshidagi Edenia saroyi Mortal Kombat Temple arenasini eslatadi. Kahn ushbu olamni bosib olgandan keyin esa u yanada o'sha arenaga o'xshab qolgan. Ushbu filmda haqiqiy dekoratsiyalar ishlatilgani sababli meni fikrimcha Edenia olami juda jonli tuyuladi. Rejissyor Simon McQuaid aytishicha, u tomoshabinlar ushbu olam bo'ylab qahramonlar bilan birga sayohat qilayotgandek his qilishini xohlagan va ushbu dunyoni taniqli production dizaynerlardan bittasi Yohei Taneda bilan birgalikda yaratgan. Taneda o'zini The Hateful Eight va Kill Bill filmlaridagi ishlari bilan mashhur. Keyingi sahnada biz Shao Kahn bilan tanishamiz. Kahn har doim Mortal Kombatni asosiy yovuzi bo'lib kelgan va u tashqi olam hukmdori bo'lib, boshqa olamlarni bosib olishni xohlaydi. Shao Kahn birinchi marta 1993-yildagi Mortal Kombat 2 o'yinida yakuniy boss sifatida paydo bo'lgan va oldingi filmda ham qisqacha rasmlar orqali ko'rsatib ketilgan edi. Kostyum dizayneri Kappy Ireland ushbu filmda super qahramonga xos kostyumlardan uzoqlashib, yanada realistik uslubni yaratishni maqsad qilgan. U va uning sheriklari haqiqiy materiallar va har bir personajga xos detallarga katta e'tibor berishgan. Misol uchun, yosh Kitananing kiyimida uni mashhur yelpig'icha aks ettirilgan. U va oyisining kostyumlari rang jihatdan o'yindagi kostyumlarga o'xshasa ham, film dizaynerlari ularni bu safar ninja uslubidan ko'ra qirollik uslubida ko'rsatishga urinishgan. Shao Kahn qirol Jaredga qarshi jang qilishni boshlashi bilan o'yindagi dong ovozi yangraydi. Film davomida biz bu ovozni deyarli barcha jang boshlanishidan oldin eshitamiz. Kahn va Jared bir-birini to'xtovsiz urishni boshlaydi va film davomida qahramonlar o'zligini original uslublardan juda ko'p foydalanishgan. Bunga Shao Kahnni mashhur shoulder charge uslubini yaqqol misol qilib keltirish mumkin. Shao Kahn Jaredni o'ldirgach, Kitana otasini ko'k tasmasini o'ziga oladi. Kahn esa Edeniyaning yangi qiroli va Kitanani yangi otasiga aylanadi. Keyingi kadrda biz hozirgi kunga o'tamiz. Bu yerda Kitana va Jade jang qilishga tayyorlanishayotgan edi. Bu ikkita qahramonni o'ynagan ikki aktrisa, ya'ni Adeline Rudolph va Tati Gabriel yillar davomida bir-birlari bilan birga ishlab kelishgan. Masalan, ikkalasi ham horror janridagi Netflix'ni The Chilling Adventure of Sabrina serialida rol o'ynashgan. Jade'ga keladigan bo'lsa, uning o'yinida sochlari bor. Lekin nega filmda sochi yo'qligi
yo'qligi sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, sababi aktrisani o'zi kal. U deyarli hamma o'ynagan rolda kal bo'lgan. Mortal Kombatni deyarli barcha versiyalarida Jade hamda Kitana o'rtasida juda yaqin va uzoq yillik do'stlik rishtasi bo'ladi. Lekin albatta Mortal Kombat olami har doim o'zgarib turishini hisobga olsak, ularning munosabatlarida ayrim tafsilotlar o'zgarishi mumkin. Lekin ularning do'stlik rishtasi doim saqlanib qoladi. Ko'p versiyalarda Jade Kitanani shaxsiy qo'riqchisi yoki eng yaqin himoyachisi sifatida tasvirlangan. Jade odatda jang qilish uchun o'zini tayog'idan foydalanadi. Jang paytida Kitana o'zini mashhur aylanish harakatini bajaradi. Ba'zilar buni Edenian Twist deb atashadi. Bu harakatda u oldinga sakrab, aylanish orqali hujum qiladi va kuchli momentum zarbalar beradi. Keyinchalik Jade Kitanaga o'sha hammamiz biladigan Fan Blades, ya'ni yelpig'ichlarni sovg'a qiladi. Keyingi sahnada biz Shang Tsungni ko'ramiz. Shao Kahn ma'lum bir tumorni qidiryapti va tumorni topish uchun unga eng kerak bo'ladigan odamlardan bittasi bu Shang Tsung hisoblanadi. Kahn qidirayotgan tumor Shinnokning tumori bo'lib, uni oxirgi marta Raiden ibodatxonasida ko'rgandik. Birinchi filmda esingizda bo'lsa, Kano uni o'g'irlagan edi. Mortal Kombat olamida bu tumor ulkan kuch bilan bog'liq qadimiy artefakt hisoblanadi. Hikoyaning ayrim versiyalarida u o'lmaslik bilan bog'langan. Ayniqsa u ilohiy qahramon orqali faollashtirilsa, egasini o'lmas va deyarli yengilmas qiladi. Yer sayyorasi turnirda qatnashish uchun ularga yana bitta jangchi yetishmayotgan edi va ma'lum bo'ladiki, yerdagi yana bir jangchi bu Johnny la'nati Cage. Navbatdagi sahnada uni ijrosidagi Uncaged Fury filmidan lavhani ko'ramiz va bu xuddi original film kabi New Line Cinema tomonidan taqdim etilgan. Film uchun alohida veb-sayt ham yaratishgan. Agar tekshirib ko'rmoqchi bo'lsanglar, havolani kommentariyada qoldiraman. Cage Mortal Kombat 11 o'yinidagi kurtkasini kiygan va albatta Johnnyni uni mashhur ko'zoynagisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu ko'zoynagini o'yinlardagidek o'rta barmog'i bilan to'g'irlab qo'yadi. U keyin It's show time deydi va Cage har doim o'yinlarda shunaqa g'alati va kulgili gaplarni aytardi. Bu yozuvni keyinroq uni Mustang mashinasini nomerida ham ko'ramiz. Johnnyni qarshisida juda ko'p raqib bo'lishiga qaramasdan, u ularni yengishini biz oldindan bilardik. Chunki bu filmda aynan Johnny bosh qahramon edi. Ushbu jang 1995-yildagi Johnny suratga olgan soxta filmni eslatadi. Faqat raqiblarining kiyimlari boshqacha. Johnny har doim o'zini kino yulduzi sifatida ko'rishni yoqtiradi. Shu sababdan u ko'pincha kelishgan, ammo biroz manman odam sifatida taassurot uyg'otadi. Johnny hozirgi kunda yashab qolishga urinayotgan, eskirib qolgan 80-yil jangari filmlari yulduziga o'xshaydi. Ko'rinishidan u hozirgi zamonga moslashish uchun stilini o'zgartirishni xohlamayapti. To'g'risi ham-da, hammaning o'zining stili va vaqti bo'ladi. Hozirgi zamonga kelib o'zining stilini o'zgartirish nima kerak, to'g'rimi? Ko'rgazma vaqtida hech kim Johnnyning oldiga kelmayotganini ko'ramiz. Bu yerda biz boshqa mashhur filmlarni posterlarini ham ko'rdik. Masalan, Quantum Commando va Citizen Cage. Johnny Cage ko'rgazmadan keyin eski 90-yillardagi Mustang mashinasiga narsalarini joylayotgan paytda Sonya va Raiden paydo bo'ladi. Ular Johnnyni jamoaga qo'shilishini xohlashardi, lekin Cage ularga ishonmasdi. U hatto ularni muxlislar deb o'ylab, o'zini kinoyali uslubida masxara qiladi. U Raidenni Kichik Xitoyda katta muammo filmidagi cosplayga o'xshatadi. Hamda u bilan Dumbledore'ga salom etib qo'y deb hazillashadi. Yana film davomida u ko'p marta pop madaniyat ishoralarini ishlatadi. Oxiri Raiden portal ochib, ularni ibodatxonaga teleport qilgandan keyin Cage bu hammasi rostligiga ishonadi va uni Mortal Kombatdagi sayohati boshlanadi. Raiden ibodatxonasida biz Jax, Liu Kang va Cole Young mashq qilayotganini ko'ramiz. Johnny turnirda o'lish mumkinligini bilganidan keyin ortga qaytishni xohlashini aytadi. U Raidenni Uzuklar hukmdori serialdagi Gandalfga o'xshatadi va turnirni kalmar o'yini deb ataydi. Yana Cage Jaxni ko'rsatib, unda Jaxdagi Transformer qo'llar yo'ligini va u bu turnirda qatnasha olmasligini aytadi. Raiden xuddi birinchi qismda Cole'ga ruxsat bergandek, Johnnyga ham uyga qaytishiga ruxsat beradi va biz Quan Chi personaji bilan tanishamiz. U o'yinlardagi nekromant bo'lib, o'zini sehrli kuchlari bilan mashhur. Bu filmda biz uni Shang Tsung bilan birgalikda Shao Kahn uchun xizmat qilayotganini ko'ramiz. O'yinlarda Deadly Aliens aynan Quan Chi va Shang Tsung o'rtasida bo'lgan edi. Quan Chi Shao Kahn uchun Kung Lao'ni tiriltiradi va shu bilan birga u Kanoni ham ortga qaytaradi. Chunki Kano tumorni topish uchun yordam berish kerak edi. Eng kulgili tomoni o'sha tumor shuncha vaqt davomida Kanoni cho'nchagida bo'lgan va hech kim uni jasadini tekshirib ko'rmagan. Shu sababdan Kanoni qaytarish Quan Chi uchun deyarli foydasiz edi. Lekin boshqa tarafdan film ijodkorlari uchun bu qahramon juda muhim. Chunki filmdagi deyarli barcha hazillar aynan Kano tomonidan amalga oshiriladi. Xullas, u bu filmga komediya qo'shish uchun kerak. Keyin Kitana Kano Revenant emasligini, Kung Lao esa Revenantligini aytadi. O'yinda qora sehr orqali qayta tiriltirilgan va deyarli qul qilib ishlatiladigan jangchilar Revenantlar deb ataladi. Lekin nega Kitana Kanoni Revenant emas deb aytdi? Chunki Quan Chi tushuntirganda, o'likni Revenantga aylantirish uchun uni ruhini buzish kerak bo'ladi. Kano esa bunga arzimaydi. Uni Revenantga aylantirishga arziydigan ruhi deyarli
yo'q edi. Jonni bo'lib o'tgan ishlardan keyin barda barmen Ed Boon bilan gaplashib o'tiribdi. Ed Boon Mortal Kombat'ni ham yaratuvchisi va Reptile, Smoke, Jax, Liu Kang hamda Johnny Cage kabi personajlarni ovoz ijrochisi hisoblanadi. Cage turnirda qatnashishni rad etgan bo'lsa ham, birdaniga o'sha turnirga tortib olinadi. Jangchilar tanlanayotganda yer olamidagi chempionlar atrofida ko'k nur, tashqi olamdagilarda olovrang nur paydo bo'ladi. Bu o'yindagi qahramon tanlash bosqichiga belgi. Filmning promosida ham aynan shu bosqichni ko'rsatishgan edi. Birinchi jangda Cage Kitanaga, Sonya esa Sinzelga qarshi chiqadi. Cage va Kitananing jangi Edenyani bo'sh maydonida bo'lib o'tadi. Bu joy Kitananing otasi vafot etgan hudud bilan bir xil. Kitana sehrli tarzda niqobini taqadi. Bu uni o'yinlardagi mashhur skinlardan biri. Jang to'liq o'yin uslubida bo'ladi. Slow motion, ya'ni sekinlashtirilgan lahzalar, ayniqsa Kitananing o'zini qurolini to'liq ishlatishi xuddi o'yinlardagidek. Hatto kombinatsiyalar ham o'yin mexanikasiga o'xshab ketadi. Xuddi kimdir PlayStation pultini sindirib yuboraydiganda hamma knopkalarni tez-tez bosayotgandek tuyuladi. Jang oxirida Cage xuddi o'yinga o'xshab wobble, o'zbekchada tebranish holatiga, ya'ni fatalitydan oldin bo'ladigan holatga tushadi. Keyin u yerga yiqiladi. Lekin Kitana uni o'ldirmasdan unga rahm qiladi. Sonya va Sinzel o'rtasidagi jang esa juda qiziq va uzoq davom etadi. Jang eski Mortal Kombat o'yinlaridagi pit deb ataladigan maydonni eslatadi. Oldingi filmda biz Sonyani arkana kuchi qanaqaligini ko'rgandik. U qo'lidagi energiya halqalari orqali jang qiladi. Sinzelda esa kuchli qichqiriq qobiliyati bor. U baqirish orqali odamlarni parchalab yuboradi, xuddi o'yinlardagidek. Ammo o'yinda Sinzel sochlaridan ham foydalanardi. U sochini qurol sifatida ishlatib, ularga kuch bera olardi. Lekin filmda uni bu jihatini ko'rmadik. Jang oxirida Sonya o'zini klassik Mortal Kombat uslubida Sinzelni qorin qismidan o'q uzish orqali darcha ochib qo'yadi. So'ngra uni o'yindagi mashhur oyoq uslubi bilan o'ldiradi. Quan Chi Kanoga yangi ko'z yasab bergandan keyin u yana lazer chiqarish qobiliyatini qaytaradi. Kano o'yinda biroz boshqacharoq ko'ringan. U temir yuzli ko'zdan lazer chiqarardi. Lekin film ijodkorlari byudjetni tejab qolish uchun uni shu holicha qoldirishgan. Keyin biz bilamizki, Kitana otasi bergan marjon yordamida Raiden ibodatxonasiga bir necha marta tashrif buyurgan. U Raidenni tashqi olamdagi ko'zi va qulog'i vazifasini bajarib kelgan va shuning uchun u Jonnini o'ldirmagan. Kitana Raidenni Shao Kahnning rejasi haqida ogohlantiradi. U ortga, ya'ni tashqi olamga qaytganida esa Jade uni kuzatib turgan bo'ladi. Jade har doim Shao Kahnga sodiq bo'lgan. U Kitanani juda yoqtirsa ham, baribir qirollik qo'riqchisi bo'lib qoladi. Film davomida biz uni Kitanani Shao Kahnga sotganini ham ko'ramiz. Yer olami ikkinchi raundga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda Revenant Kung Lao paydo bo'lib, shlyapasi yordamida Raidenni tomog'ini kesib yuboradi. Raidenni kuchi tumor uchun olinishga tayyor bo'lgan paytda Shang Tsung keladi va uni kuchini olib qo'yadi. Navbatdagi sahnada Raidenning qudrati Shao Kahnga o'tkaziladi. Shao Kahn esa o'zi xohlagan narsaga, ya'ni abadiylikka ega bo'ladi. Shundan keyin ikkinchi raund boshlanadi. Cole Shao Kahnga, Jax Jade'ga, Liu Kang esa Revenant Kung Laoga qarshi jang qiladi. Shu joyda hammamiz bilamizki, Cole Young albatta o'ladi. Chunki u furb ishlatgan va o'lmas Shao Kahn bilan duelga chiqqan edi. Cole va Kahn Deadpool arenasida jang qiladi. Yo'q, bu siz o'ylagan Deadpool emas. Sizga masalan Marvelda ham Mortal Kombat'dagi qahramonga o'xshab jang qiladigan personaj bor va bu Deadpool. Uni qonli va R-ratingli sahnalari menimcha Mortal Kombat filmi bilan raqobatlasha oladi. Deadpoolning o'zi ham boshqa qahramonlardan ancha kuchli desam ishonasizlarmi? Agar ishonmasanglar, bizning Telegram kanalimizdagi Deadpool Marvel olamini o'ldirdi nomli komiksni to'liq o'zbek tilida o'qib chiqishingiz mumkin. O'sha komiksda Deadpool shunaqangi ko'p Marvel qahramonlarini o'ldiradiki, siz hatto Marveldagi eng kuchli qahramon bu Deadpool deb o'ylab qolasiz. Telegram kanal uchun havolani video ostidan va kommentariyadan topishingiz mumkin. Xullas, Cole va Shao Kahn Deadpool arenasida jang qilishadi. Jax va Jade Edenyani Empty Town hududida kurashishadi. Liu Kang esa Blue Portal arenasida jang qiladi. Bu ham o'yinlardan olingan hudud. Jang davomida Shao Kahn o'zini katta bolg'asini maksimal darajada ishlatib, o'yindagi usullardan foydalanadi. Shunga qaramasdan Cole Shao Kahnni o'ldiradi. Lekin o'sha hammamiz bilamizki, Shao Kahn endi o'lmaydigan jonzotga aylangan. Shuning uchun uni tanasi yana qayta tiklanadi va jang oxirida u bolg'asi bilan Cole'ni boshini majag'laydi. Meni fikrimcha bu haqiqiy Mortal Kombatcha yakunlash hisoblanadi. Jade Jax bilan jang qilganda o'yindagidek o'zini yashil niqobini kiyib olgan edi. Jax uni tayog'iga zarba berganda esa biz Jade'ning mashhur jang uslublarini bir necha marta ko'ramiz. Jade o'zini tayog'idan foydalanadi. Uni biror narsaga sanchib, sakrash va aylanishlar uchun tayanch sifatida ishlatadi. Lekin oxir-oqibat u baribir jangda yutqizadi. Jax Kitana bilan bo'lgan bitimga, ya'ni Jade'ni o'ldirmaslikka kelishilgani uchun uni tirik qoldiradi. Endi ushbu filmda menga eng yoqqan jang haqida gaplashamiz. Liu Kang Revenant Kung Laoga qarshi. Bu jangda Liu Kang o'zini ustida ancha ishlagani ma'lum bo'ladi. O'tgan filmda u o'zini ikkinchiligiga rozi edi va Kung Lao undan kuchliligini tan olardi. Lekin jang davomida u haqli
ravishda Kung Laoni yengadi va uni o'zini shlyapasi yordamida o'ldiradi. Nima deb o'ylaysiz? Agar Kung Laoni ruhi tashqi olam jangchilari tomonidan boshqarilmasdan turib Liu Kang bilan urushsa, kim g'alaba qozonadi? Javobingizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Liu Kang Revenant Kung Laoni Netherrealmga qaytarib yuboradi, lekin uni yana yer olami jamoasiga qaytarishni va'da qiladi. Jax va Liu Kang jangdan g'alaba bilan qaytishadi va Cole Young o'lganidan xabar topishadi. Uni ustiga Raiden ham o'lim yoqasida yotgan edi. Yer olamida hammasi yomon ketayotgan vaqtda tashqi olamda yeli, ya'ni Quan Chi Shao Kahn uchun yana bir jangchini tiriltiradi va bu Bihan edi. Uni jasadi birinchi filmda qanaqa tashab ketilgan bo'lsa, hali ham shunaqa yotgan edi. Bihanni qayta tiriltirish natijasida Noob Saibot paydo bo'ladi. Bu Bihanni Netherrealmdagi buzilgan versiyasi bo'lib, uni ruhi qorong'ulik bilan zaharlangan va u endi Noob Saibot sifatida qayta tug'iladi. Ushbu personaj Mortal Kombat'ni yaratuvchilari Ed Boon va John Tobias tomonidan yaratilgan va uni nomi ham ularga yashirin hurmat sifatida qo'yilgan. Noob Boon ismini teskarisi bo'lsa, Saibot esa Tobias ismini teskarisi hisoblanadi. Raiden jamoasining rejasi Khan qal'asiga yashirincha kirib, tumorni yo'q qilish. Qal'aga kirish uchun yagona qo'riqlanmaydigan yo'l esa bu uni ostidagi yer osti tunneli hisoblanadi. Agar jamoa ichkariga kira olsa, tumorni yo'q qilish uchun imkoniyatga ega bo'ladi. Muammo shundaki, bu tunnel Tarkatanlar uchun qurilgan. Shu sababdan ular Tarkatan harbiy lagerdan yordam olishiga to'g'ri keladi. Harbiy lager ham o'yindan ilhomlanib yaratilgan. U yerda biz Baraka bilan tanishamiz. Liu Kang undan yordam so'raganda, Baraka avvaliga rad qiladi. Liu hatto jang qilish taklifini beradi, ammo bu ham yordam bermaydi va Johnny Cage uni manipulyatsiya yo'llari orqali haqorat qilishni boshlaganda, u to'satdan Liu Kangning o'rniga Cage bilan jang qilishni tanlaydi. Agar Johnny uni yutadigan bo'lsa, u yordam berishga rozi bo'ladi. Jang boshida Johnnyni yutqazishi aniqdek ko'rinadi, lekin keyin Cage kutilmaganda xavfli zarbalarni berishni boshlaydi. Baraka xuddi o'yindagidek tikanlarni otadi va albatta Johnny o'zini mashhur Nut Punch zarbasi bilan jangga yakun yasaydi. Jang tugagandan keyin Baraka Johnnyni muxlisiga aylanadi va uni uslubini o'rganishni xohlashini aytadi. Johnny esa unga ustozlik qilishga rozi bo'ladi. Baraka ularga yo'lni ko'rsatgandan keyin qahramonlar muvaffaqiyatli ravishda qal'aga kirishadi. Yuqorida aytganimdek, Jade Kitanani sotadi va Shao Kahn o'gay qizini qayta tirilgan onasi, ya'ni Sinzelni jazolash bilan qo'rqitadi. Kahn Kitanani shahar markazidagi maydonga bog'lab qo'yadi. Shu vaqtga kelib Liu Kang va Jax Kahn bilan jang qilishni boshlaydi. Kahn Jaxni qo'llarini yulib tashlaydi va uni bolg'asi yordamida o'ldiradi. Kahn tumorni Noob Saibotga beradi va uni Netherrealmda saqlashni buyuradi. Keyingi sahnada Mortal Kombat turnirining navbatdagi raundi boshlanadi. Ammo bu safar Jax o'lgani sababli yer olami chempionlari soni kam. Bizani qadrdon Kano yana ekranda paydo bo'lib, u endi yer tarafga o'tmoqchiligini aytadi. Chunki agar tashqi olam yutadigan bo'lsa, uni yerdagi yoqtirgan hamma narsasi yo'qolishi mumkin edi. Ichish, bazm qilish va shunga o'xshash narsalar. Kano va Johnny bir jamoa bo'lib Netherrealmga borishadi, lekin ularga yo'l boshish kerak bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Jahannamda ularga kim gid bo'lishi mumkin? Ha, bu albatta Hanzo Hasashi. Aytgancha yana bir narsa. Agar Johnny va Kano missiyani uddalay olmasa, ular orqaga qayta olmas edi. Chunki Raidenning kuchi deyarli tugagan edi. Hanzo Netherrealmda o'zi uchun komfort zonada yashayotgan edi. U o'zini tinch hayotidan zavqlanayotgan edi. Qizig'i shundaki, Hanzo o'zini kunay pichoqlardan xaskash sifatida foydalanmoqda. Hanzoning tinchligini ikkita odam kelib buzadi va Sub-Zero hali ham tirikligini eslatishadi. U shunchalik g'azabga to'ladiki, atrofidagi hamma narsa o'zgaradi. Hanzoni jannat makon o'lkasi birdaniga jahannamga aylanadi. U o'zini ham ichidagi nafratni uyg'otadi va Bihanni yana o'ldirish uchun Skorpionga aylanadi. Biz yana qisqa flashback ko'ramiz. Bu safar ijodkorlar nimaga Hanzo Bihanni o'ldirishni xohlashini eslatishadi va shundan keyin Skorpion yana o'yinga qaytadi. Endi Skorpion Sub-Zeroga emas, balki soyalar hukmdori Noob Saibotga qarshi jang qiladi. Boshqa tarafdan Jade ham tashqi olamni sotib, tumorni yo'q qilishga keladi. Keyin Skorpion va Noob o'rtasida jang boshlanadi. Noob o'zini soyasidan foydalanib jang qiladi. Bunga parallel ravishda turnirda ham jang avjiga chiqishga ulgurgandi. Sonya va Liu Kang Shao Kahnga qarshi jang qilayotgan edi. Noob Saibot esa Bihandan ajralib chiqib, o'zini mashhur Shadow Sickle qurolini ham ishlatadi. Umuman olganda, xoreografiya o'yin mexanikasidan juda kuchli ilhom olgan. Xuddi kimdir qahramonlarning kombo knopkalarini tez bosayotgandek tuyuladi. Cage bilan Kano Cage'ning super kuchi yo'ligi haqida gaplashishadi. Keyinchalik aniq bo'ladiki, Johnny'da ular bor. Bu vaqtga kelib Edeniyada Khan Sonya va Liu Kangni tezda mag'lub qiladi. Liu Kang esa Netherrealmga jo'natiladi va u yerda Kung Laoni qaytarishga harakat qiladi. Liu shuningdek Raidenning gapini endi tushunganini, Khanni o'ldirish uning ishi emasligini, bu uchun boshqa chempion tanlanganini aytadi. O'sha Khanni o'ldirishi kerak bo'lgan chempion bu Kitana edi. Liu yana bu oxir emas, balki boshlanishligini e'lon qiladi. Bundan biz 3-qism qanaqa bo'lishi haqida xulosa qilishimiz mumkin. Sonya Kitanani
ozod qilgandan keyin Edeniya malikasi endi yer olami uchun kurashishini aytadi. Otasi vahshiylarcha o'ldirilgan joyda Kitana uni qotili Kan bilan yuzma-yuz jang qilishni boshlaydi. Jang davomida Kitana o'zini yelpig'ichlari bilan himoyalanadi. Netherrealmda Scorpion Noob Saibotni ikkiga bo'lib tashab, o'zini klassik fatality harakati bilan uni yengadi. Lekin tumor hali ham bexanda qoladi. Va shu joyda nihoyat Johnny Cage o'zini arkani kuchini uyg'otadi va Shadow Kick uslubini ishlatib, tumorni yo'q qiladi. Shu lahzada Raiden o'ziga keladi va Shang Tsungni o'ldiradi. Shao Kahn esa o'zi bilmagan holda oddiy odamga aylangan va endi o'lmasmas edi. Ularning jangida Kitana ustunlikni qo'lga oladi va o'zini oxirgi quroli ko'k lenta bilan Kahnning niqobini yulib tashlaydi va uni boshini yelpig'ichlari bilan maydalaydi. Bu ham o'yinlardagi uni fatalitysiga juda o'xshash qilingan. Kitana otasi uchun qasosni aynan u o'ldirilgan joyda oladi. Shao Kahn mag'lub etilib, yer olami saqlab qolingandan keyin Kitana Edeniyani yangi malikasi sifatida taxtga o'tiradi. Filmning yakunida jamoa Quan Chini qo'lga tushirib, Netherrealmga halok bo'lgan qahramonlarni qaytarishga ketishadi. Jeremy Slater allaqachon filmning 3-qismi uchun ssenariy yozishni boshlagan. Lekin menda bitta savol bor. Raidenning jamoasi ketma-ket 9 ta turnirda yutqizishgan va juda ko'p chempionlar halok bo'lgan. Nima deb o'ylaysiz, Raiden Netherrealmga borganda qancha qahramonni yana ortga qaytararkan? Javobinglarni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Umuman olganda, filmning byudjetini hisobga olib ko'rsak, film yomon chiqmagan. Bitta o'tirishda ko'rib qo'yadigan kino bo'lgan. Film uchun Warner Brothers $80 million atrofida pul ajratgan. Bu juda ham kam yoki ko'p byudjet emas. Buni o'rtacha deb aytsak bo'ladi. Lekin boshqa katta kompaniyalar super qahramon filmlari uchun o'rtacha $100-150 million sarflaydi. Ko'rib turganinglardek kattaroq byudjet filmni yanada sifatliroq chiqishiga sabab bo'ladi. Va agar siz ham videolarni sifatliroq chiqishini xohlasangiz, kanalni donat bilan qo'llab-quvvatlasanglar bo'ladi. Havolani video ostida qoldiraman. Menimcha, filmni ko'pchiligiga yoqmaganining asosiy sababi bu uni byudjeti. Fikrimcha, rejissyorlar o'zligi xohlagan janglarni qo'shish uchun byudjet yetarli bo'lmagan. Bunaqa holatni biz Yigitlar serialini finalida ham ko'rdik. Homelander obrazini o'ynagan Anthony Starr kam byudjet sababli Homelanderni to'liq kuchi ko'rsatilmaganiga shama qildi. Umid qilamizki, 3-qismda studiya film uchun kattaroq byudjet ajratadi. Sizga Mortal Kombat filmi yoqdimi yoki yoqmadimi? Shuni kommentariyada yozib qo'yishni unutmang. Va yana sabablari bilan yozsanglar, tahlilni qolganini kommentariyada davom ettiramiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Aytib o'tganimdek, unga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.